ming so'm. Ana 50 ming so'mga chirptilamga qaranglar, xohlab saylab olaverasizlar. O. Ajoyiblari. 50 ming so'mga shu taraf, bu tarafini. Bu tarafı 100 ming so'm, qolgani 100 ming so'm. Xohlagan 100 ming so'm. Qolgani 100 ming so'm. Liboy sanodan aytgan odamga gap 30 ming so'm. Yana ustunda shtirk aytasiz. Shtirk aytib beradi. Buni bemalol avvallardan kostyum etib beradilar. O'zini. Ruslan TV'dan geldik degan insonlar uchun 170 ming so'mdan. Qarang. İşlerine qaranglar. Buni bu haqiqiy bergan vaqtida ham uyaltirmaydigan narsa bu. Hammasini 150 ming so'mdan ko'ribdilar. Qarang, assortimentga qarang, neden ko'p assortimentlar. 150 ming so'm, kostyumlari, göneklari bilan birga 150 ming so'mdan. Uspida tutqanlar. Hozir asib aqli ko'rib turibsiz, skidkalar do'konlari izilma ketirilib qo'yib berib turibman. Bu do'konimizni iltimoslarına göre ko'pchilik iltimos etdi. Skidkani uzaytirib bering iltimos etdilar. Hozir kirib ko'ramiz. Qani skidkani uzaytirib ber olamizlar yo'qmi o'zlaridan so'rab ko'ramiz. 65-do'kon bo'ladi. Xudo xolasa hozir kirib ko'ramiz. Oy, assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'lig'im yaxshimi? Aga biz bir iltimos bilan keldik. Qarang, bizlar yine kommentariyada ham o'zim yozganlar ham ko'p bo'ldi. Bu skidga vaqtini ulgurmay qoldik dedilar. Havo ertangdan tamom. Hava uji ertang birinchi fevral tamom bo'ladi. Lekin bizlar obunachilara yana uzaytirib bering, iloji bo'lmagan shuni. Endi Ruslanbek ko'p uzaytirib ko'rmaydi-da bu narsani. Avang. Endi bir xalqa bir bo'lsanda aytaylik, 5 kun uzaytiramiz, 5 kun yaxshi. Ya endi 5 kun diston metallar bayana problem bo'lib turibdi, yog'ingarchilik bo'lib turibdi. Qarang, endi buni 5 kun demang, 10 kun ating, fevral 10-nacha uspidatib kelgani keldi, yemayani keyin o'zlari biladi, bo'laman. Bo'ldi desa 10'uni olamiz. 10-fevralda o'z skidkalar amalatadi. Baholar aytib o'tadi. Shularning ichida turadi. Bular 300 ming so'm. 300 ming so'mlar. Har xillari bor. Razmerlari bor, to'g'rimi? Bu обычный variant, masalan, bular velikan varianti 300 ming so'mdan bular. Liboy sanodan aytgan odamga gap 30 ming so'm. Yana ustunda shtirk aytasiz. Shtirk aytib beradi. Ana 30 ming so'm yana qaytib beradilar. Iloji bo'lsa shu bir ikkisini kuzatib beradilar bu safar. Avval safar ichini ishqmini deganlar bo'ldi-da. Shularga kuzatib o'tamiz, ana qarang. Bu ham Ruslanbek. Av. Bir vaja bir iltimos, bir oydinlik kiritay. Avang. Bu narsa, endi shu narsa bilan bir vaj. Ha. Bu abishi razmerimiz, kichkina razmerimiz. Ha, bu kichkinaroq razmerlari. Bu velika razmer. Bu veli. Bahosini yanglishtirmasdan iltimos. Ha. Bu o'zi asli 300 ming so'm. Avang. Ana 250 ming so'm. Bu 250 ming so'm. Bu 300 ming so'm. Siz 250 ming deb aytmadingizda, yiriroq odamlar gap tutdi-da, bu misol qo'linda farq bor. Ha, bo'ldi. Lekin material, ichi, deshi hamma o'zi bir o'zi, lekin razmerinde. Ha, bo'ldi. Bu velika razmer. Velika razmeri o'rtasida saygina farq turibdi. Insonlar tushunib o'tamiz, chunki qarang, bular obishniy variantini 250 deb turibdilar, yana 30 ming so'm qaytib berib turibdilar. Bular yana 300 deb turibdi ekanlar. Xudo xolasa ko'rasizlar. Lekin narsada farqi yo'q, sifatida, kачествосында. Bir xil narsa ekan. Yana buni bahorga yotir, yakasini bemalol avvallardan kostyum etib beradilar. O'zining yakasi. Gap yo'q lekin. Ne? Bahor oyida bemalol kostyum etib kiysizlar. Bundan banasini endi yo'limiz degan narsa bo'lmaydi. Bemalol hozirlar ham mana ichlari puxli variant, zo'r variant bo'ladi. Bahor oyidan ham xudo xolasa kema aprel oyidan bemalol kiyadilar. Undan tashqari keyingilar bemalol kiyasiz. Bu yine bu ko'jalari naturalniy ko'ja. Ular utilib qolmaydi, to'g'rimi? Hech gap bo'lmaydi. Javob. Aynan. Bemalol siz bemalol 2-3 yil bemalol bu narsalarni kiyib bilasiz. Bu naturalgalarga qarang. Aynan. Ajoyib narsalar, sifatlari dim zo'r bo'ladi. Ko'rib tursiz, bular 300 ming so'mdan xohlaganingizni razmerlarini, ranglarini topib beradilar. Bular keladigan bo'lsak, bular 250 ming so'm deb turibdilar. Hozir ham aytib o'tdilar. Qarang, bir-birisidan shikarni variantlari, chiroylari, sifatlarini ko'rib o'tdik. Endi bu narsani ko'ramiz. Bu narsaga qaranglar. Birava podarka aytaman desanglar, dim zo'r variant. Yaldirab turishlarni qarang, nega chiroyli yaldirab turibdi. 200 ming so'mdan, Gap. Bizlar obunachilar 170 ta. Bizlar obunachilar Ruslan TV'dan geldik degan insonlar uchun 170 ming so'mdan. Qarang. Ishlarni qaranglar. Buni bu haqiqiy bergan vaqtida ham uyaltirmaydigan narsa bu. Hazzat gerlar mana bu narsa oqarib rangi qochib, bu tuylar qochib qolmaydigan narsa bu. Bizlar uydan ham bundan bu 2 yilda var, masalan, uydagilar yeyadi, bemalol. Чисти angolka narsasi bu. Yani ko'pchilik aytadi bu tuylar tushib qoladi. Yo'q, bu yaxshi variant bu. Sifatli narsani olganga ko'ra-da. Aynan. Ajoyiblari 170 ming so'mdan beradilar. Endi bularga keladigan bo'lsak, bular ichida deysiz?
250 ming. 250 ming so'mdan obishni varianti, yana. Mana. Xolovchilar bo'ladigan bo'lsa, bu obishni varianti 250 ming so'm deb turibdilar. Qarang, mana ikki yon tarafidan bemalol giyasizlar ekan. Bu tarafida kishilar bor, ajoyib. Ko'rinishlari oq, chiroyli bo'lib turadi. Xohlasangiz, yana yenglarni olasiz ekan, mana. Yenglar oladi. Mana yengi alınıp ishmakati bemalol giyasiz. Qarang, neden chiroyli. Yaka samon. Yaka samonlading? Bu nimcha aytdingiz? Nimcha bo'ladi ekan. Bahor oyida nimcha. 250 ming so'm. O'zi asli bir nimchani qildi 250. Haqiqat lekin boshqa yerda masalan shuni 250 ming so'm birdan olasiz. Bu yerda ikki yon tarafi bilan. Nimcha ham bo'ladi, ham jempir bo'ladi. Lekin zo'r narsa. Gap qisqasi, yana kelasizlar shu narsalari bizlar nomidan kelgan insonlar 220 ming so'mdan berasiz, xudo xolasa. 10-chislag'adin lekin. Uspet etib qolinglar, hurmatli kuzatuvchilar. Xolasangiz uzun variantlari bor, yana ko'rib turibsiz. 350 ming so'm eng bular. Shunday yenglar olinadi. İki taraf giyiladi, yakalar alınadi. Ha. Yenglar alınadi. 100% naturalni misali ko'ring ne? Angolka. Angolka eng. 100%. Hiç vej olmadı. Baram. Turgan mesela kommentariyada ham yozasizlar. Mana Nuksatga Qaraqalpaqam chiqardik. Jizzaxdan beri berdik. Jizzaxdan beri berding. Yazsalar Vodiyam beri berdik. Qo'qon shahridan. Qo'qon shahridan. Qo'qondan beri berdik. Neyde buluşuzdan qat'iy nazar, xudo xolasa, telefonlashasizlar, shularda xohlaganingizni xolasangiz, xudo buyursa, qo'ldan kelgancha endi dastlabga yetib beradilar. Bir narsani aytib o'tamiz, dastlabga qaytarib olinmaydi, chunki bu yo'li borincha, kelincha bir de muammo bo'ladi. Gap qisqasi men aytamiz, ko'proq olganda dastlab ketasiz. Ko'proq olsangiz, kami 10 dan oladigan bo'lsa, siz dastlab ketdi. 10 dan oladigan bo'lsa, dastlabkasi mut oladi. Ana. Lekin 1 dona, 2 donaga lekin doğrusu doğru yemiyor. Ana. Shulardan 10 dona olsangiz, xudo xolasa, qo'ng'ishlar nelar bilan gaplashib, har xillari bor, istaganingizni topasiz. 10 dona odam bo'lsa, dastlab ketib beradilar. 1 minutda yine qo'li giyiladi. Buni ko'p odam ansatma qiyinma deydi. 1 minutda qo'li giyiladi. Sekundda keladi. Gap yo'q lekin. Ajoyib. Seyna xohlaganingizcha bor, aytib qo'ying, xohlagancha iloji bo'lsa, optimchilarga chiqinglar, dastlab ketib beradilar, lekin donachilar lekin muammoroq o'tiribdi. Iloji bo'lsa ko'proq olsangizlar, dastlabga shuninglar. Nechala desangiz bor, xudo xolasa. Bor, ko'p. Nechala desangiz topib beradilar. Shuning uchun kelaverasizlar. Bu narsani, ikki yollama, bu dim chiroyli narsa. Buni qizlar asosiy yozi Gelinglarimiz, qizlar yoshroq nelar giyib turibdi, chiroyli. Ko'rsatmabsiz videoda dedi-da. Chiroyli variant ekan. Ikkinchi taraf giyiladi 100%. O'zi chiroyli ekan, men tigrofka ekan, mana chiroyli ekan men tarafim. Bu işin yakalari yine qarab tur. 1 minutda olinadi yine yakalari. Hem bahorki, hem qishki ketadi. Hem bahorki, hem qishki. Gap qisqasi, hozirgi sezonda dim mos narsalar ekan. Gap yo'q lekin chiroyli narsa, qarang. Yoddan chiqmasa, Ruslan Tuvodan degan insonlara har birsini 30 ming so'mdan skidga turibdilar. Shuning uchun kelib, spetib qolinglar. Ko'pchilik iltimosina binoongina 10 kun uzaytirib berdik. Undan oxirida aytib uchun spedatinglar. 50 so'm, xolangiz 50 ming so'm. Ishideklar hammasi 50 ming so'm. Ishideklar hammasi 50 ming so'm. Ana 50 ming so'm chiribdilar, mana qaranglar, xohlab saylab olaverasizlar. Ajoyiblari. 50 ming so'm ekan shu taraf. Bu tarafini. Ben tarafı 100 ming so'm, xolani 100 ming so'm. Xolagan 100 ming so'm. Xolani 100 ming so'm. Xolasangiz yine. Kelaverasizlar, hozir odam ko'p edi. Video qoldim qachda yine, lekin bu yerda asosiy 100 ming so'mni olasiz ekan, saylab olasiz ekan. Xolaningizni ish qatori bilan 100 ming so'm go'ynaklar. Emining futbolka endi kostyumlari 50 ming so'mdan deb turibdilar. Xudo xolasa shu yerga kelaverasizlar. Bu skidga necha kun bo'ladi? Ertang ham bo'ladi, 2 kun o'zi. 2 kun, bugun ertang. Bugun ertang shu bahoda olib plashlagan, uspet etib qolaman degan insonlar bo'lsa, kelinglar, xudo xolasa uzoqi ertaga kelinglar, yana qaranglar. Bu go'naklardan yana bormi? Tugab qolinma bu ertaga bu? Bor aqang. Xudo xolasa ertaga Makka bosamizlar, kelaverasizlar. Maryam Shop ekan bu do'konimiz, Toza bozor 3-qatorda joylashgan. Hozir manzillarini tushuntirib o'taman. 100 ming so'mdan go'naklar kelib ko'ringlar. Kichkindan desanglar, xudo xolasa. Oy. Go'zatib o'taman. Xotin qizlarimiz uchun bir-birsidan chiroyli. Mana 100 ming so'mdan go'naklar, qarang. 100 ming so'm. Xohlaganingizda 100 ming so'm ekan.
Razmerlari qilmasa lashma etmaysizlar chunki odam ko'p. 2 gün. 100 ming so'm xohlaganingiz olasiz. Yo'naklari bir-birisidan chiroylilari, ajoyiblari, ana qarang. 100 ming so'mdan xudo xolasa kelib, ko'rib olaverasizlar, bir-birisidan chiroyli, ajoyiblari, sifatlari. Shunday skitga do'kon qidirib bilgan insonlarga tashab qo'yinglar iloji boricha, chunki bu faqatgina 2 kunda turibdilar. Bugun tugab qo'la keldi, ertang xudo xolasa qarang. Maryam Shop toza bozor 3-qator 2-chi do'kon, 82-chi do'kon bo'ladi bu. Kelaverasizlar, xudo xolasa yana endi boshqa do'konlar ham kuzatib o'taman. Bugunlikcha beda skitga bo'lib turibdi ekan. Boshqa do'konlar ham hozir birgalikda ko'ramiz. 94-chi do'konga keldik. Bedan ham ularning skitga bo'lib turibdi deydilar. Xudo xolasa mana qarang. Bir-birisidan chiroyli go'naklari, eshulari xudo xolasa hammasini 150 ming so'mdan qo'yib berdilar. Qarang, assortimentga qarang, neden ko'p assortimentlar. Ayollarimiz, qizlarimiz hammasina to'g'ri keladi ollari 150 ming so'mdan qarang, ajoyiblari bor ekan. Birgina bu bahosi 250 ming so'mda turibdilar. Bu toza kelibdi. Xudo xolasa, yana bu umuman boshqacha. Buni gelish bahosi sal qimmatga tushganlik sababli buni 250 da tutdilar. Beda birsi bu. Boshqa hammasini 150 ming so'mdan turibdilar. Kelib ko'raverasizlar, qarang. Xohlaganingizni 150 ming so'mdan olasiz. Bular ham 150, bular ham qarang. Bular ham 150 so'm menga. 150 ming so'm kostyumlari, go'naklari bilan birga 150 ming so'mdan. Uspida tuqqanlar, optimchilar bo'ladimi, donachimi, kim bo'lsa ham 150 ming so'mdan olasizlar xudo xolasa. Kelaverasizlar shu do'konimizga, toza bozor 3-qator 94-chi do'kon bo'ladi. Bu bir-birisining shikarni variantlari, ajoyib variantlari bo'ladi. Sara variantlari keldi, qarang, go'naklari qarang, 150 ming so'm topolmaysiz boshqa yerlarda bu go'naklarimizni. Tikuvchilarimiz ham 100 ming so'm oladi, mana qarang. Eng assortimentlari, zo'rlari, yaxshilarini 150 ming so'mdan olasizlar. Bir-biridan chiroyli. Saylab olasiz ekan, shu do'konimizda ham xudo xolasa kelaverasizlar. Bizlar obunachilar Ruslan To'g'dan ko'rib keldik desalar, xudo xolasa shulari shu assortimentlari xudo xolasa olib bilasizlar ajoyiblarini. Kelaverasizlar do'konlarimizga. Bu do'konimiz bilan 94-chi do'kon bo'ladi, toza bozor 3-qator. Kelaverasizlar, shu do'konlarimiz skitchida bo'lib turibdi. Uspida qilinglar ayollarimiz, qizlarimiz xudo xolasa.